Siz hali ham elektromobil sotib olishga o'ylayapsizmi? Buning sababini bilaman. Sababi esa ikkita. Birinchisi, elektromobilingizda zaryadlash uchun kamida tez quvvatlash stansiyasi bilan 1 soat vaqt ketadi. Ikkinchi sababi esa, batareyangiz eskiradigan bo'lsa, ya'ni yo'nqisi pasayadigan bo'lsa, yana pul xarajat qilishingizdan o'ylanasiz. Bunday o'ylanishingizga Xitoyning bir mashina kompaniyasi allaqachon yechim topishgan. Uning nomi esa Nio Charger. Ushbu zaryadlash stansiyasi mashina batareyasiga zaryad bermaydi. Shunchaki batareyani almashtirib qo'ya qoladi xolos. Batareyani almashtirish vaqti esa attiga 3 daqiqa. Tasavvur qilyapsizmi? 3 daqiqada mashinangiz batareyasini almashtirib, bemalol yo'lingizda davom etkirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, elektrokaringizni zaryadlash bilan birgalikda uning eskirgan batareyasini almashtirib ham oldingiz. Bir o'q bilan 2 quyonni urdingiz. Endi yana o'ylashingiz mumkin, agar mashinamning batareyasi yangi bo'lsa-chi deb. To'g'ri fikrdasiz. Lekin ushbu zaryadlash stansiyasi eskirgan batareyalarni zavodga qayta ishlash uchun jo'natib yuboradi. Ha do'stlar, Xitoy rivojlanishdan umuman to'xtamayapti. Lekin aytishingiz mumkin, ushbu zaryadlash stansiyasi faqat Xitoyda bor-ku, O'zbekistonda yo'q hali deyishingiz mumkin. Lekin elektromobillar kundan-kunga rivojlanavergan sayin mana shunday qulayliklar barcha davlatlarda paydo bo'ladi. Agar sizni Nio brendi qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, tez kunda Chimbola kanalida Nio brendi mashinalari haqida to'xtalamiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like va o'z qimmatli fikringizni kommentda qoldirishni unutmang. Barchaga rahmat do'stlar.